Andijonda qalbaki pul sotgan shaxslar ushlandi. Hozirda ularga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. O'zbekiston terma jamoasiga yangi bosh murabbiy tayinlandi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi Fabio Cannavaro bilan shartnoma tuzilganligini rasman e'lon qildi. Ukraina Rossiyaning asosiy neft omboriga zarba berdi. Portlashlar yana Sakki harbiy aviabazasi, Sevastopol va Simferopol yaqinida ham qayd etilgan. Avstraliyadagi dahshatli otishma ortidan 16 kishi yaralandi. Erkak taxminan 50 marta o'q uzgan va 16 kishini yaralagan. Nepalda suv toshqinlari kamida 47 kishining hayotiga zomin bo'ldi. Kuchli yomg'irlar ko'chkilarni keltirib chiqardi. Ko'priklar vayron bo'ldi va yo'llar to'sib qo'yildi. O'nlab odamlar bedarak yo'qolgan. Amazon gumanoid robotlar uchun yangi tizim yaratdi. Ushbu tizim inson harakatlarini robotlarga o'rgatish uchun ma'lumotlarga aylantiradi. Har kuni sizdan yashirilayotgan voqealar bor. Ularni bilishga tayyormisiz? Unda Telegram kanalimizga ulaning. Havola profil shapkasida.